Qaysi davlat eng ko'p choy yetishtiradi? Xitoy. Xitoy. Yaxshi. Qaysi gormon qondagi shakar miqdorini tartibga soladi? Insulin. Yaxshi. Irlandiyaning poytaxti? Dublin. Qaysi moddaning elektr o'tkazuvchanligi eng yuqori? Eng yuqori. Kumush. Qaysi sayyora teskari yo'nalishda aylanadi? Venera, to'g'ri. Dunyoga mashhur bo'lgan Piza minorasi qaysi mamlakatda joylashgan? Italiya. Suv qaysi haroratda muzlaydi? 0. Nafas olish jarayonida qaysi gaz chiqariladi? Hozir ulardan shuni bor. Angidrid, bularga qo'yasiz. Inson tanasidagi eng sezgir qism qaysi? Sezgir? Teri. Barmoqlar. Ikkalasiga ham qo'yasiz. Dunyodagi eng katta hayvon qaysi? Kit. Ko'k kit. To'g'ri. Bularga qo'yasiz. Dunyoning eng baland suv sharsharasi qaysi? Voy, shu nomini esimdan chiqib qoldi bulardan. Yo'q. Anxel. Ikkalasiga ham qo'yasiz.